Demak, mana shu ishlar, ya'ni odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish, ularga ochiqko'llik bilan, saxovatpeshalik bilan muomala qilish va tunlar ibodat qilish, bu demak inson jannatga kirishiga sabab bo'ladigan xayrli amallar ekan. Mana shu amallarga biz Ramazonda ancha ko'nikma hosil qildik. Inshaalloh bu keyingi oylarda ham o'z aksini topadi deb umid etamiz. Yana bu oyda Alloh taoloning saxovatini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning saxovatlarini biz guvohi bo'ldik. Mo'min musulmonlarning saxovatlariga biz shohid bo'ldik. Ramazon saxovat oyi, siz bilan bizdan baxillik va xasislik illatlarini haydaydigan, baxillarni ham saxovatga o'rgatadigan oy. Saxiylik mo'minlarning sifatlari, baxillik esa kofirlarning sifatlari. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va idza qila lahumuttaqu va idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullohu qala allazina kafaru lillazina amanu anut'imu man lam yasha'ullohu at'amahu in antum illa fi dalalin mubin." Agar ularga Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan infoq, ihson qilingiz desa, ular Alloh o'zi xohlasa o'zi rizq beradigan odamlarga biz ovqat beramizmi deydilar. Ya'ni Alloh o'zi yaratishni o'zi xohlasa boqib olar, Alloh o'zi rizqini berar deydilar. Ya'ni bular kofir bo'lgan kimsalarning sifatlari. Ammo mo'minlar esa, musulmonlar esa bir-birlarining doimo hollaridan xabar oladilar. Yana bu oy husn-u xulq maktabi bo'ldi va mehnat, shijoat, g'ayrat, harakat oyi ekanligi bilan bizning yodimizda chiroyli xotiralarni qoldirdi. Ya'ni Ramazon oyida kimlardir bu dam oladigan, uxlaydigan ishlardan uzoq bo'lib, ishxonalardan ruxsat olib, dam olib uyda uxlab tutiladigan, ro'za tutiladigan, ibodat qilinadigan oy deb o'ylar. Ammo aslida esa unday emas. Ramazon harakat oyi, mehnat oyi. Kunduzlari ro'za tutasiz, xoriysiz, charchaysiz. Kechqurun esa odatdagi kunlarda kunduzi charchagan paytingizda kechqurun yotib uxlab dam olib, yana tetilib, kuchga to'lib turib ketasiz ertalab. Ammo bir oy Ramazonda unday emas. Kunduzi ro'za tutasiz, kechqurun yana uxlab dam olishning o'rniga soatlab qiyomul laylda turasiz. Ozgina dam olishingiz bilan saharlik keladi. Undan keyin bomdod, ana undan keyin ish. Qarabsizki, bu oy siz bilan bizni harakatga soladigan, g'ayratga soladigan oy. Bu oyda siz bilan bizning tanu jonimizda Alloh taolo o'zi jo qilib qo'ygan qudratlarimiz, quvvatlarimiz zohir bo'ladigan, kashf bo'ladigan oy. Bundan demak biz juda katta manfaatlar olamiz. O'zimizning nimalarga qodir bo'la olishimizni biza anglab yetamiz. Agar biz o'zimizni o'zimiz iroda qila olsak, boshqara olsak, nafsimizni jilovlay oladigan bo'lsak, inshaalloh biz juda katta yutuqlarga erishamiz. Mana shunday yo'lni bizga Ramazon ko'rsatib ketdi. Ana shu yo'ldan endi biz adashmasdan borishimizni Alloh nasib etsin. Va atiulloh va atiur rasul va la tubtilu a'malakum. Allohga itoat qilingiz, rasulga itoat qilingiz, amallaringizni bekorga habada qilib, yo'q qilib yubormangiz deydi Alloh Muhammad surasida. Demak, biz Alloh va rasulga itoat qilib, amallarimizni ham avaylab saqlashimiz kerak. Demak, biz Ramazon oyida juda yaxshi amallarni qildik, alhamdulillah, nuqsoni bilan bo'lsa ham, ana shu narsalarni saqlab qolishimiz, ularni qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Botil qilib behudaga sovurib yubormasligimiz kerak. Ya'ni Ramazondan olgan sabog'imiz agar biz bilan yana hamroh bo'lib davom etsa, Ramazon o'zi ketgan bo'lsa ham, lekin uning foydalari, barakotlari biz bilan birga hamroh bo'lsa, biz bilan birga davom etsa, demak biz o'sha qilgan solih amallarimizni habada qilmayotgan, uni o'zimiz bilan ushlab qolgan foydasiga demak muyassar bo'lgan insonlar bo'lamiz. Alloh barchamizga ana shunday xayriyat, yaxshilikni nasib etsin. Mana hozirgi damlarda demak dunyoda musulmonlar bu ulug' kunni nishonlayaptilar, xursandlik bilan o'tkazyaptilar. Alloh taolo hammamizga yana bir karra bu kunlarni muborak aylasin. Ushbu kunda boshlariga kulfat, qayg'ular tushgan birodarlarimizga ham Allohning nusratlari
nasib bo'lsin. Qamoqxonalarda qiynalayotgan, g'urbatda azob chekayotgan birodarlarimizga ham Allohning nusratini so'raymiz va yanagi Ramazonlarga yana ham ko'proq muvaffaqiyatlar, yutuqlar va nusratlar bilan borishimizni Alloh muvaffaq aylasin deb so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.